Davom etamiz. Ilm-fan sohasidagi yoshlarimizning xalqaro maydondagi yutuqlari ularning salohiyati yuksak ekanligidan dalolatdir. Turkmaniston Respublikasining Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan 6-ochiq xalqaro matematika olimpiadasida Renessans universiteti talabalari yuqori natijalarni qayd etdi. Hozir shu haqda. 2026-yilning 23-28 mart kunlari o'tkazilgan nufuzli xalqaro matematika olimpiadasida Renessans universiteti talabalari munosib ishtirok etib, 5 ta kumush medalni qo'lga kiritdi. Umumjamoa hisobida esa faxrli ikkinchi o'rin egallandi. Shuningdek, universitetning 5 nafar iqtidorli talabasi prezident va boshqa nufuzli davlat stipendiyasi sohibiga aylandi. Yana 20 nafar talaba esa 100% grantni qo'lga kiritib, yuqori natijalarni namoyon etishdi. Universitetimizda juda katta tadbir bo'lyapti. Bu universitetimizning tadbiri nafaqat respublikada, balki butun jahonda e'tirof qilingan yutuqlar ko'rilyapti bu yerda. Bu mana talabalarimizni Ashxoboddagi 6-xalqaro matematika olimpiadasida 5 ta kumush medalni qo'lga kiritganlik bu tadbirdagi asosiy sabablardan biri deb hisoblayman. Mana endi bu 5 ta kumush medal o'z-o'zidan bo'lmadi. Universitetda iqtidorli talabalarni ishlash to'g'ri yo'lga qo'yilganligi, har bitta talabani o'zining talanti orqali yo'naltirilganligidan dalolat beradi. Ayniqsa, aniq fanlar yo'nalishida erishilgan har bir yutuq mamlakatning intellektual salohiyatini namoyon etadi. Qolaversa, bu natija tasodif emas. So'nggi yillarda oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar, zamonaviy metodikalar va xalqaro hamkorlik loyihalari o'z samarasini bermoqda. Turkmaniston Respublikasining poytaxti Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan 6-ochiq xalqaro matematika olimpiadasida qatnashdim. 28 ta davlat ichida biz universitetimiz nomidan chiqdik, O'zbekiston nomidan. Va biz hozirda jamoamiz bilan bunda qatnashdik va faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bugun Renessans universitetida xalqaro hamda prezident stipendiyatlarini taqdirlash marosimida qatnashdik. O'ylaymizki, universitet o'z nomi bilan prezidentimiz aytgandek 3-Renessans avlodlarini tarbiyalayapti. Bunga misol mana bu bugungi kundagi sovrindor talabalarimizni xalqaro miqyosda hamda prezident stipendiyasiga ega bo'lganliklarini ko'rib turibmiz. Bu yutuqqa erishishda albatta rahbariyatni mamlakatning bosh g'oyasi ta'limga berayotgan imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanayotgani hamda ustozlarimizni talabalarni qo'llab-quvvatlovlari hamda talabalarni o'zlarini ham ilm-fanga bo'lgan qiziqishlari va intilishlari sabab deb bilamiz. Universitetda nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro professorlar ishtiroki, akademik almashinuv dasturlari hamda grant loyihalari yoshlarning ilmiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Nigina Ikrom, Shohruh Toshnazarov, yoshlar.